Yengil remontdan chiqqan, neoklassik uslubida remont qilingan, lokatsiyamiz ham juda ham yaxshi. Yunusobod 4-kvartalda joylashgan 2 xonali uyimizda 2-etaj, 4 etajli dom. Orientirimiz esa billur to'yxonasi. Domimiz g'ishtli dom, juda ham issiq. Umumiy maydonimiz 50 kvadrat metr, xonlarimiz alohida. Kvartiramizda tarsoyda joylashgani bilan tarsoy hisoblanmaydi. Har doim aytib kelaman, chunki bu g'ishtli domlarimizni eni qalinligi 2,5 ta g'isht urilgan, o'shaning hisobiga tarsoy hisoblanmaydi. Bu xonamizda zal. Zalimizning razmeri 315 ga 520 metr. Balkonimiz o'zi 2 ga 6 metr bo'lgan. Buni egalari 2 ga bo'lib, yarmini zalga, yarmini esa oshxonaga qo'shib olishgan. Xohlasanglar yo forsanglar, detskiy xona qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu yerda esa mana prixoshkamiz, bu podestardan kirilishimiz, stronli shkaflarimiz qilingan. Bu yerda esa sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz samishonli qilingan. Bu yerda esa mana oshxonamiz joylashgan. Bu yoqqa chiroyli qilgan kuxonniy garniturlarimiz qilingan, xolodilnikimizga joy tashlab ketilgan. Bu yerda esa o'sha balkonimizning yarmi 2 ga 3 metr. Bu yoqqa bitta mягкий уголок qo'ysanglar, televizor qo'ysanglar juda ham chiroyli bo'ladi. Ana endi spalniy xonamizni ko'rsatamiz. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Bu yoqqa funksiyonal spalniy garniturlarimiz qo'yilgan, televizorlarimiz ham bor. Remontimiz juda ham chiroyli chiqqan. Arendaga topshirsanglar ham indamay $600 atrofida arendaga ketadi. Narxi keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 75.300 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.